Bugun Hyundai'chilarning kuni bo'ladi shekilli. Hyundai tozasidan yana bitta kelib qoldi. Tentlargacha bor, tayyoridan. Avtomat korobka bor yo'q 11 ming yurgan 2025 6-oy. Hali yoshiga ham to'lmagan akalar. Mashinani narxidan gapir oldindan deyshadi. Xo'p, narxi 19 mingga mana shunday holatda yuklab yetkazib beramiz akalar. Tentini o'zi ham $1000 oshiq olasiz. Mana shunday holatda tentlarigacha qo'shib birga jo'natib beramiz. Xo'p, 11 ming yurgan top toza holatda, kraska udarlari yo'q umuman mashinani. Balonlarini bir boshdan ko'rsatamiz. Balonlari hali 80-90% deyarli bor. Rasxodi yo'q. Hali zavoddan chiqqan nakleykalar ham olinmagan. Bitta ko'ringlar o'zingizlar taglarini. Top toza holatda. Balon ichidagi mana bu bulutlargacha turibdi. Xo'p, mana shu yig'ishtiriladigan tent mana shu bo'ladi. Shu tayyor o'rnatib qo'ygan ekan, olgan odam mazza qilib minadi akalar. Bunaqa tentdan muammosi ham yo'q. Xo'p, zazorlari ham yo'q. Hatto mana bu ochib yopadigan eshiklari ham yaxshi holatda turibdi. Juda ham avaylab mingan ekan mashinani. Zavodskiy propan 75 talik balon. Xo'p, ichlariga keladigan bo'lsak, ichlari top toza holatda turibdi. Xo'p, avtomat, start stop. Hatto eshikda mana salafonlari ham olinmagan ekan, bor o'zi ham. Olgan odam bir boshdan ko'chiraveradi. Yurib nasib qilsin olganlarga. 11.145 kilometr bosib turibdi mashinamiz. Video registrator, Android monitor, pechka, polosa ushlaydi, zadniy vid kameralarigacha bor. Ishlab turibdi mana. Xo'p. Sidini sovit isidi, rul isidi, orqa spiral bor, radio. Yana sizlarga nima kerak? Avtomat, kalit ikkita bo'ladi buni ham. Yaxshi holatda ekan akalar, svetni yoqib qo'yaylik. Mana mashina mana shu holatda akalar. Xudo xolasa chiroyli holatda turibdi ekan. Balon kulish, damkrat, hamma narsa turibdi, zavoddan bergan. Xudo xolasa bu mashinani ham O'zbekistongacha yuklab chiqarib beramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu mashina ham yaxshi mashina ekan. 2025 ga mana birkasi 3-oy. Tozasidan shuncha pul tikib O'zbekistonga olib kirganga yarasha baribir tozasidan minganga yetmaydi. Nima deysizlar? Bu mashina ham yaxshi mashina ekan. Buni ham yuklab jo'natib beramiz akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa xizmatdamiz.